Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan ultratovushdagi artefaktlar mavzusini davom ettiramiz. Demak, keyingi artefaktimiz ko'zgu artefakti. Kuchli ultratovush qaytaruvchi muhtila chegarasida ko'zgu artefakti hosil bo'ladi. Bunda haqiqiy tasvirni qarama-qarshi tomonida yolg'on tasvir hosil bo'lishi ko'zgu artefakti deyiladi. Mana bu jigar to'qimasi. Jigar to'qimasida qanaqadir hosila mavjud. Mana shu hosila diafragmani boshqa tarafida, ya'ni o'pkada ko'rinyapti. Mana shu ko'zgu artefakti hisoblanadi. Xuddi ko'zguga qaraganda odamda aksi ko'ringanga o'xshab, ultratovushdagi ko'zgu artefaktida ham ehonni kuchli qaytaradigan giperechogen tuzilmalarni, ya'ni chegaralarni qarama-qarshi tarafida haqiqiy tasvirga aks bo'lgan yolg'on tasvir hosil bo'ladi. Mana shu ko'zgu artefakti deyiladi. Mana bu tasvirda mana bu ko'rib turgan chizig'inglar giperechogen chiziq. Ba'zi adabiyotlarda diafragma chizig'i, ba'zi adabiyotlarda plevra chizig'i deyiladi, lekin aslan bu o'pkani havoli to'qimasi. O'pkadagi havoni birinchi qavati ultratovushni to'liq qaytaradi. Qarama-qarshi tomonida haqiqatdan mavjud bo'lmagan narsa, ya'ni artefakt paydo bo'lyapti. Ultratovush tekshiruv qilinganda ultratovush mana shu chegaradan bu yoq tarafga o'ta olmaydi, lekin jigar mana bu ko'rinishi, mana bu tasviri chegarani boshqa tomonida aks tasvir bo'lib ko'rinadi. Mana bu ko'rib turgan videolarda giperechogen chiziq mana. Bu giperechogen hamma ultratovush qaytarayotgan chiziqqa bu tomonida haqiqiy jigar tasviri, lekin bu yoq tomonida ham jigar tasviri paydo bo'ladi. Hattoki qon tomirlari ham ko'zguga o'xshab akslanyapti. Aslida bu joyda o'pka to'qimasi bor, lekin ultratovush apparati jigarni tasvirini hosil qilib beryapti. Agarda jigarda qanaqadir patologiya bo'ladigan bo'lsa, u ham bu yerda akslanadi. Mana ko'rib turganinglardagi mana bu jigardagi hosila gemangioma, kavernoz gemangioma. Buni tasviri mana shu giperechogen chiziqqa bu yoq tarafida ham mana ko'rinyapti. Mana shu ko'zgu artefakti deyiladi. Endi ko'zgu artefakti qanaqa yuzaga kelishini, mexanizmini ko'rib chiqsak, jigari ichida qanaqadir hosila bo'ladigan bo'lsa, bu qon tomirimi yoki jigari hosilasimi, farqi yo'q. Buni haqiqiy tasviri hosil bo'ladi. Bu uchun ultratovush kelib, bu hosilaga urilib, yana orqaga qaytadi eho sifatida. Ultratovush qurilmasi buni hisoblab, jigari proyeksiyasiga chizib beradi. Lekin yana bitta ultratovush kelib, bu to'siqqa urilib, keyin hosilaga borib uriladi. Hosiladan yana orqaga qaytib, to'siqqa yana bitta urilib, keyin ultratovush datchigiga yetib boradi. Buni ultratovush noto'g'ri hisoblaydi. Xuddiki ultratovush uchun to'siq boshqa tomonidan eho kelgandek hisoblaydi va o'pka to'qimasiga jigardagi hosilani aksini chizib beradi. Natijada jigarda bor bo'lgan, lekin o'pkada yo'q bo'lgan narsa o'pkani proyeksiyasiga chizilib qoladi. Mana ko'rib turganinglardagi o'sma jigarda joylashgan, lekin o'pkani proyeksiyasida jigar to'qimasi va o'smani ko'rsanglar bo'ladi. Boshqa tajribalarda ham xuddi shunaqa ko'zgu artefakt hosil bo'ladi. Masalan, bunaqa paket olib, ichiga suv to'ldirib, ichiga agar meduzalar solinadigan bo'lsa, ultratovush qilinadigan bo'lsa, mana bu chegara paketni devori bilan havoni chegarasi, havodan ultratovush to'liq qaytgani uchun bu chiziq giperechogen ko'rinadi. Agar mana shu hududda ultratovush bilan tekshiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganinglardagi mana bu oq chizig'imiz bizada paket devori va havo chegarasi, buni tashqarisida havoli muhitda xuddi meduza suzib yurganga o'xshab ko'rinadi. Bunga sabab ultratovush birinchi kelib turib meduzaga urilib qaytadi va birinchi tasvirni hosil qiladi. Keyin undan keyingi ultratovush chegaraga kelib uriladi va meduzaga borib, qaytib chegaraga kelib yana urilib, undan keyin tepaga datchikka boradi. Buni bo'lsa ultratovush qurilmasi chegaradan tashqarida bo'layotgan hodisa deb o'ylaydi. Ya'ni hisob-kitob qilganida ultratovush kechroq yetib keladi va uzoqroqqa rasmni chizib beradi. Shunaqa qilib bu ultratovushni fizik xususiyatidan kelib chiqib, ko'zgu artefaktini hosil qiladi. Endi ozgina oldin gapirgan gapim, ya'ni mana bu chiziq giperechogen chiziq. Ba'zi manbalarda diafragma, ba'zi manbalarda plevra deb aytiladi, lekin aslida bu havo, ya'ni o'pkadagi havodan qaytayotgan ultratovush
ya'ni echo giper exogen bo'ladi, to'liq qaytadi va bizga bu chegarani hosil qilib beradi. Bu narsani isbotlash uchun plevral bo'shliqqa qanaqadir suyuqlik to'lganida ultratovush qilganimizda ko'rsak bo'ladi. Jigar, diafragma va parietal plevra bu yerda qoladi va bu joy suyuqlik bilan to'lib, visceral plevra teparoq ko'tariladi, chunki plevral bo'shliqqa suyuqlik to'ladi. Natijada bu joyda anexogen soha paydo bo'ladi, ya'ni suyuqlik bo'lgan soha paydo bo'ladi va mana bunaqa kuchli giperexogenlik yo'qoladi. Shu bilan birga ko'zgu artefakti ham yo'qoladi. Agar diafragma yoki plevra giperexogen bo'lib, u sababli ko'zgu artefakti yuzaga kelayotgan bo'lganda, bu joyda diafragma ham, parietal plevra ham saqlangan. Lekin bular ko'zgu artefaktini ham bermayapti. Bunaqa kuchli giperexogen ham bo'layotgani yo'q. Shu sababli bu joyda hosil bo'lgan kuchli giperexogen soha va ko'zgu artefakti o'pkadagi havo tufayli paydo bo'ladi. Keyingi artefaktimiz reverberatsiya artefakti deyiladi. Bunda ultratovush kuchli qaytaruvchi yuzalar orasiga kirib qoladi va qayta-qayta urilishining natijasida birinchi tasvir haqiqiy tasvir bo'lib, qolgan hamma tasvirlar artefakt, ya'ni yolg'on tasvirlar bo'ladi. Oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, reverberatsiya artefaktida ultratovush xuddi ping-pongga o'xshab ikkita taraf o'rtasida bir necha marta borib keladi. Buning natijasida ultratovush qurilmasi noto'g'ri hisob-kitob qilib, noto'g'ri tasvirni hosil qilib beradi. Normada ultratovush kelib, bitta to'siqqa urilib, undan datchikka qaytadigan bo'lsa, bu joyda tasvir hosil bo'lardi. Agar mana shu muhitda o'rtasida kuchli echo qaytaradigan to'siq paydo bo'lib qolsa, bunda ultratovush birinchi to'siqqa kelib urilib, keyin qaytib borayotganda ikkinchi to'siqqa kelib uriladi. Pastga yana qaytib, birinchi to'siqqa qaytadan urilib, keyin ultratovush datchikka yetib boradi. Natijada ultratovush qurilmasi bu echo pastroqdan kelyapti deb hisoblaydi. Ya'ni ultratovushni echosi qaytib kelishiga kechikadi. Qurilma bo'lsa, kechikish sababini ultratovush chuqurroq tuzilmadan kelyapti deb hisoblaydi. Natijada birinchi ultratovushdan qaytgan echo haqiqiy tasvir sifatida chizib beriladi. Ikkinchi ultratovush echosi pastdan kelayotgan tasvir sifatida, ya'ni soxta tasvir sifatida chizib beriladi. Birinchi chiziq bu haqiqiy tasvir hisoblanadi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va boshqa chiziqlar hammasi bu yolg'on tasvirlar, ya'ni artefaktlar hisoblanadi. Odatda echoni qaytaruvchi ikkinchi to'siq datchikka yuzasini o'zi bo'ladi. Ya'ni qaytib kelgan echoni datchik hammasini yutib ola olmaydi. Bitta qismi piezoelektrik kristallarga tegib, orqaga qaytib ketadi. Bir necha marta mana shu jarayon qaytalanadi. Shuning natijasida pastda reverberatsiya chiziqlari paydo bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardagi birinchi tasvir bu haqiqiy tasvir, keyingi tasvirlar bo'lsa artefaktlar hisoblanadi. Qanchalik qaytayotgan echo kechiksa, shunchalik datchik uni kechroq qabul qilib oladi va kompyuter uni shunchalik chuqurroq joydan kelyapti deb hisoblab tasvirga chizib beradi. O'pkani ultratovush qilinganda mana shunaqa reverberatsiya artefaktlari hosil bo'ladi. Bunga sabab plevra va datchikka yuzasini orasida ultratovush bir necha marta uriladi. Shuning natijasida tasvirda qo'shimcha chiziqlar hosil bo'ladi. Mana shu chiziqlar A chiziqlar deb ataladi. Bu normadagi o'pkani chiziqlari hisoblanadi. Mana bu tasvirda ko'rib turganinglardek, mana bu kirgan nina kuchli qaytaruvchi bo'lganligi sababli uni orqa tomonida reverberatsiya artefaktlari hosil bo'ladi. Ya'ni nina va datchik o'rtasida ultratovush echosi bir necha marta borib keladi va mana bunaqa reverberatsiya artefaktlari hosil bo'ladi. Keyingi artefaktimiz kometa dumi artefakti. Bu reverberatsiya artefaktini bitta turi hisoblanadi. Agar to'siqlarni o'rtasidagi masofa juda kichkina bo'lsa va ko'p hollarda bu to'siqlar juda kichkina bo'lsa, bu artefakt yuzaga keladi. Bunda to'siqlar orasida qolib ketgan ultratovush shu joyda ushlanib qoladi. Agar ultratovush bu to'siqlar orasida to'liq qolib ketganda, orqaga echo sifatida qayta olmay qolganda, bu yerda tasvir hosil bo'lmasdi. Mana shu to'siqqa ichida urilganida ozgina-ozginadan bo'lsa ham ultratovush echo sifatida datchikka qaytadi va natijada bunaqa chiziqlar hosil bo'lishni boshlaydi. O'rtadagi masofa juda kichkina bo'lganligi va ultratovush sekin-asta kuchsizlanib borish natijasida bu chiziqlar ma'lum bir masofadan keyin kichrayib tugab qoladi. Mana yana bitta tasvirda ko'rib turganinglardek, ultratovush datchigidan kelgan ultratovush
mana bu to'siqdan orqaga qaytadi va bu yerda tasvirni hosil qiladi, lekin bitta qism ultratovush ikkita kichkina giperechogen to'siqlarning orasiga kirib qoladi va bu joyda bir necha marta bu yoqqa borib keladi. Har gal urilgan mahal ozgina bo'lsa ham ehoni orqaga qaytaradi va natijada bunaqa uzun chiziqlarni hosil qiladi. Mana qon tomir ichidagi ignani uchidan hosil bo'layotgan kometa dum artefakti. Bunda ignaning ichida bo'shliq bor. Mana shuni ichiga tushib qolgan ultratovush bir necha marta ichida uriladi va kichrayib borayotgan dumchani hosil qiladi. Mana shu artefakt kometa dum artefakti deyiladi. Yana bitta misol, o't pufagi adenomiyomatozi degan kasallik bor. Bu kasallikda o't pufagining devorida divertikullar hosil bo'ladi. Mana shu joyi ichida o't suyuqligi yig'ilib, xolesterol kristallarini hosil qiladi. Ulardan ham mana bunaqa kometa dumi artefakti hosil bo'ladi. Bizning tasavvurimizda dachikdan chiqayotgan ultratovush bunaqa bitta chiziq deb o'ylashimiz mumkin, lekin aslida ultratovush to'lqinini bunaqa qalinligi va eni mavjud bo'ladi. Ya'ni ultratovush bitta chiziq bo'yicha tarqalmaydi, u atrofga tarqaladi. Ya'ni yon tomonlarga ham tarqaladi. To'g'riga tarqaladigan ultratovush bu kuchli bo'ladi, lekin yon tomonga tarqaladigan ultratovush ancha kuchsiz bo'ladi. Lekin agar yon tomonga tarqalgan ultratovush biror bir kuchli eho qaytaruvchi to'siqqa uchrasa, u joydan qaytib keladi. Datchik bu ultratovush qabul qilganidan keyin bu tasvirni tashqarida emas, ko'ruv maydonidan hosil bo'ldi deb hisoblab beradi. Ya'ni haqiqiy tasvir ko'ruv maydonidan tashqarida bo'ladi, lekin tasvirni ultratovush qurilmasi ko'ruv maydonida chizib beradi. Mana shu artefakt hisoblanadi. Bu artefaktning nomi yon bo'lak artefakti deyiladi. Bu artefaktni sidik pufagini tekshiruvda ko'rsa bo'ladi. Sidik pufagining ichi bir xil anehogen suyuqlik bo'lishi kerak, lekin ultratovush tekshiruvida tekshirgan mahal ko'pincha mana bunaqa artefaktlar paydo bo'ladi. Ya'ni bu joy ham anehogen hudud, lekin yon bo'lak artefakti tufayli yon tomondagi yumshoq to'qimalarni tasviri anehogen sidik pufagining ichida hosil bo'lib qoladi. Mana shu narsa yon bo'lak artefakti deyiladi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat.